qaysi birikmada donor akseptor bog'lanish mavjud emas? Har bir birikmani ko'ramiz. Masalan, ammoniy nitritdan boshlaymiz. Bu yerda D variantda ammoniy ko'rsatilgan. Ammoniysi bo'lgani uchun ammoniy nitritni ko'ramiz masalan. Ammiyakda qaraydigan bo'lsa, reaksiyada ammiyakka nitrit kislota qo'shilib ammoniy nitrit chiqadi. Ammiyakda qaraydigan bo'lsa, azot va 3 ta vodoroddan iborat. Azot Mendeleyev davr jadvalida 7 ta tartib raqami va 2-davrda joylashgan. Demak, azot 2-davrda joylashgan bo'lsa, 2 ta pog'onasi bor va 7 ta elektroni bor. Elektron konfiguratsiyasi 1s2, 2s2, 2p3 bo'ladi. Shunda 2 ta, 2 ta, 3 ta qo'shib chiqsa 7 ta elektron bo'ladi. Va tashqi pog'onasi ikkinchi pog'ona, tashqi pog'ona hisoblanadi. Birinchi emas, u ichki pog'ona. Tashqi pog'onasida 2 ta va 3 ta, 5 ta elektroni bor. Azot 5-guruhda joylashgan, demak tashqi pog'onasida 5 ta elektroni bor. 3 ta toq va bitta juft elektroni bor. Tashqi pog'onadagi elektronlar bog' hosil qilishda qatnashadi. Mana bu yerda azot 3 ta toq elektroni, mana bitta toq, ikkinchi toq va uchinchi toq elektroni hisobiga bog' hosil bo'ladi. Odatda bog' qanaqa hosil bo'ladi? Ikkala atomni har biri bittadan elektron qo'yadi va o'rtaga bog' hosil bo'ladi shuning hisobiga. Ya'ni vodorod 1s1 birinchi pog'onada joylashgan va bitta elektroni bor. O'sha bitta elektronni qo'yadi va azot bitta toq elektronni qo'yadi, bog' hosil bo'ladi. Ikkinchi toq elektroni azotda va vodorodda bitta elektroni bog' hosil bo'ladi. Azot 3-toq elektroni va vodorod o'sha bitta elektroni bog' hosil bo'ldi. 3 ta bog', demak 3 ta toq elektroni hisobiga hosil bo'ldi. Juft elektroni bog' hosil qilishda qatnashmadi bu yerda ammiyakda. Va qoldi 2s2 juft elektroni. Nitrit kislotalar va demak vodorod va nitrit kislota qoldig'iga ajrala oladi, vodorod kation bo'ladi. Ya'ni vodorod kislorod bilan hosil qilgan bog'i juft elektronni. Ya'ni vodorod bitta elektron qo'yadi, kislorod bitta elektron qo'yadi, juft elektron hisobiga bog' hosil bo'lishi kerak va kislorodda elektron manfiylik balandligi hisobiga juft elektronni to'liq o'ziga olib qo'yadi. To'liq o'ziga olib qo'ysa, u ionga aylanib qoladi. Vodorod plyus zaryadlanib qoladi, elektron yo'qotdi, manfiy zaryad yo'qotdi va plyus zaryadlanib qoladi, bo'sh orbital qoldi. Bitta elektron bor edi, uni ham kislorod olib qo'ydi. O'zini bitta elektroni va vodorodda bitta elektronni o'sha juft elektron qilib olib qo'ydi kislorod. Vodorod bo'sh orbital qolib ketdi. Mana H+. NO2 nitrit kislota qoldig'i manfiy zaryadlanib qoldi. O'sha vodorodda bitta elektronni olib qo'ygani hisobiga. Bu yerdagi vodorod H+ azotdagi juft elektroni bilan birgalikda bog' hosil qiladi. Ya'ni bu bog'da qanaqa? Mana bu juft elektron ikkalasi ham azotniki, ya'ni donorniki. Donor akseptor bog' bo'ladi bu. Donor akseptor bog'da juft elektron, ya'ni bittasi vodorod, bittasi azot bu yerda emas. Unaqa bo'lmaydi. Juft elektron ikkalasi ham donorniki bo'ladi. Bu yerda donor azot. Azotda juft elektroni. Juft elektron qaysi atomniki bo'lsa, o'sha donor bo'ladi. Azot donor. Va donorda akseptorga strelka ko'rsatiladi. Demak, vodorod akseptor bu yerda. Vodorodda plyus zaryadi yuqori ketmaydi. Bu ammoniy umumiy kompleks bo'lib, plyus zaryad umumiy bo'ladi. Va nitrit mana manfiy zaryadi. Demak, ammoniy kationida donor akseptor bor ekan. Demak, buni D variantga ko'radigan bo'lsak, variantlar ichida to'g'ri kelmaydi. Chunki unda donor akseptor bog' bor. Ammoniyda donor akseptor bog' bor. Xuddi shunaqa mana ammiak xloriksida kislotalarda H+ bo'ladi, xlor demak anion bo'ldi, minus bo'ldi. Vodorodda juft elektronni bittasini olib qo'ydi, ikkinchisi o'ziniki. Xlorda 17 ta elektroni bor, 3-pog'ona, 3-davrda joylashgan, 3 ta pog'onasi bor. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Mana 17 ta bo'ldi, qo'shib chiqsa. Va tashqi pog'onasi 3-pog'ona, 2 ta, 5 ta, 7 ta elektron bor tashqi pog'onasida. Shuning uchun xlor 7-guruhda joylashgan va toq elektroni bitta. Mana juft toq. Ya'ni bitta to'ladi, keyin juftlashadi. Mana bitta elektroni bor. Shuni oldiga vodorod elektronni olib qo'yib, bu juftlashib oladi. Ya'ni vodorod elektroni kelib joylashadi. Xlor anioni bo'ladi. 17 emas, 18 elektron bo'ladi. Vodorodda 1s0. Bitta ham qolmaydi elektron. Bo'sh orbital. O'sha hisobiga boyagidek ammiyakka kelib juft elektron hisobiga birikta ammoniy bo'ldi. Mana bu juft elektron azotniki boyagidek. Azot donor, bu akseptor. Donor akseptor bog' bo'ldi. Plyus zaryadi umumiy bo'ldi. Demak, bu B variantga to'g'ri kelyapti-da. Bunda ham donor akseptor bog' bor. Ammoniy xloridda ham. Chunki ammoniyda donor akseptor bog' bor edi. Endi C variant ko'ramiz. Bu yerda gidroksionik kationi suvga H+ qo'shilyapti. H+ bo'sh orbitali bor, 1s0, bitta elektronni yo'qotgan. Kislotalarda odatda vodorod elektronni kislota qoldig'iga berib,
masalan, qaysi kislota qoldig'i bo'lsa, kislorodli bo'lsa kislorodga, kislorodsiz kislota qoldig'i bo'lsa, masalan, xlorid kislota, kislorodga, xlorga yoki boshqa kislorodsiz kislota qoldig'i bo'lsa, o'sha ikkinchi atomga berib, o'zi plyus zaryadlanib qoladi. Mana H+ bo'lib qolgan va suv qanaqa? Kislorod 1s2, 2s2, 2p4. Ikkita toq elektroni bor. Mana bittasi, mana ikkinchisi. Bu bittasi vodorodga, bu bittasi vodorodga hosil bo'ldi bog'. Ikkita bog' hosil bo'ldi va tashqi pog'onadagi 2s2 hamda 2p-dagi mana juft elektron mana bog' hosil qilishda qatnashmayapti. 2s2, 2p-dagi juft elektron bog' hosil qilishda qatnashmayapti. Faqat toq elektronlar qatnashyapti bu yerda suvda va unga H+ kationi demak qo'shilyapti. Mana H+, 1s0. Bo'sh orbitali bor, elektroni yo'q. Bo'sh orbitali bor, demak elektroni yo'q. U birikayapti, juft elektronlardan biri orqali bog' hosil qiladi. Ya'ni bu juft elektron ikkalasi ham, ya'ni ikkita elektron ham bog' hosil qilishda qatnashgan, ikkita elektron ham kislorodga bo'lgan uchun bu donor akseptor bog' bo'ladi. Ya'ni kislorod donor, vodorod akseptor. Bo'sh orbitali bor, ammo elektroni yo'q, elektron bermayapti. Demak, donor akseptor bog' bo'ladi. Kislorodda 2s2 elektroni mana bog' hosil qilishda qatnashmayapti hali ham. 2p-dagi juft elektroni donor akseptor bog' hosil qilyapti. 2p-dagi toq elektronlari oddiy kovalent bog' hosil qilyapti. Va bu gidroksonik kationi deyilishiga sabab mana bu plyus o'zidan o'zi yo'q ketmaydi. Bu общий umumiy birikmaga o'tadi. Kompleksga plyus zaryad o'tadi va gidroksonik kationi deyiladi. S variant to'g'ri kelmaydi. Chunki bu yerda donor akseptor bog' bor. Uni olmaymiz. A variantda natriy xlorid bor. Natriy metal, xlorid, xlor metal emas. Metal va metal emas orasida odatda ion bog' hosil bo'ladi. Demak, bu ion bog', ya'ni natriy bitta elektronni qo'yadi, xlor bitta elektronni qo'yadi va juft elektron hisobiga bog' hosil bo'ladi va juft elektron bog'ning o'rtasida joylashmaydi. Nisbiy elektromanfiylik katta bo'lgan elementni yonida joylashadi, tortib oladi o'ziga. Ya'ni xlor metal emas, nisbiy elektromanfiylik katta bo'ladi va o'ziga tortib oladi. Xlorni yonida joylashadi, natriydan uzoqda joylashadi, metalldan uzoqda joylashadi. Bu ion bog', donor akseptor bog' emas. Natriyning elektron konfiguratsiyasini ko'ramiz. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 mana bitta elektron, toq elektroni mana bitta qo'yyapti, qatnashyapti. Xlor 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5 bo'lgandek mana bitta toq elektroni bor va u ham bog' hosil qilishda qo'yib, o'zining elektronni juft elektron hisobiga bog' hosil bo'lyapti, ammo shu juft elektron o'rtada emas, kovalent bog'larga o'xshab o'rtada emas, nisbiy elektromanfiylik baland, metal emas, ya'ni xlorning yonida joylashadi. Bu yerda donor akseptor bog' yo'q, ion bog'. Demak, A javobni olamiz. Donor akseptor bog' bo'lmagani uchun. To'g'ri javob A varianti.